Andijon telekanali o'zining ko'rsatuvlar namoyishini aynan mana shunday bir jonli efirda Bobur shahridan davom ettiradi. Rassomlar festivali davom etmoqda. Aytilgandek, respublikamizning barcha viloyat va shaharlardan tashrif buyurgan ijodkorlar uchun Bobur shahrida har bir viloyatga kelganlar uchun pavilyonlar tashkil etilgan va u joyda ijodkorlar o'z ijod ishlari bilan band. Biz ayni paytda Farg'ona viloyati uchun ajratilgan pavilyondamiz va bu joyda viloyatdan kelgan eng yaxshi ijodkorlar o'zlarini asarlarini namoyish qilish bilan birgalikda yangi asarlar, yangi etyudlar ustida ish olib bormoqda. Biz mana shunday bir go'zal suratlar ilingan joyda Farg'onadan tashrif buyurgan Malikani suhbatga chorlamoqchimiz. Malika, Andijonga xush kelibsizlar. Festival qanday o'tmoqda? Assalomu alaykum avvalambor. Bugungi festival bilan sizlarni ham chin dildan tabriklayman. Bu ilk marotaba o'tayotgan Andijon viloyatidagi Bobur shahridagi festival uchun men prezidentimizga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Mana shunday chiroyli joyda, ochiq havoda ijodkorlarimiz uchun kerakli barcha shart-sharoitlar qilib bergani uchun prezidentimiz va Andijon viloyat hokimiga ham katta minnatdorchilik bildiraman. Mana biz Farg'ona viloyatidan 3 ta ijodkorni tanlab, eng saralarini olib kelganmiz. Ular Otabek Shokirov, Nodir Abdullayev va haykaltaroshimiz Boltayev G'iyosjon bo'ladilar. Bular nafaqat Farg'ona viloyati, O'zbekiston viloyati, undan tashqari chet ellarda ham o'zlarini ko'rsata bilgan insonlar, ijodkorlar hisoblanadi va bu sahnada xorijda ko'rishingiz mumkin. Boltayev G'iyosjon metal konstruksiya bo'yicha eng yangi yo'nalishda ish olib bormoqda. Marhamat. Biz unday bo'lsa, G'iyosdinni suhbatga chorlasak ham bo'laveradi. Bu yangi yo'nalish shekilliga, bu metal konstruksiyada yasalgan bunday yangi badiiy asarlarni to'g'risi birinchi marta men ko'ryapman. Albatta bu yangi yo'nalish. Bu yo'nalishda Boltayev G'iyosjon Rossiyada ham o'z ish faoliyatini olib borgan, malakasini oshirib kelgan holda ishlamoqda. Ko'rgan bo'lsangiz, bu mayda metallardan, ya'ni ekologiyaga zarar yetkazmagan holda, chiqindiga chiqib ketayotgan metallarimizdan foydalangan holda shunday chiroyli san'at asarlarini yaratib kelmoqdalar. Rahmat. Demak, mana shu joyda uchratganimiz, ya'ni haykaltarosh bu mumlardan, turli xil shu kerakli narsalardan emas, mana shunday bir keraksiz narsalardan kerakli narsalarni yasayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hormay G'iyosdin, Andijonga xush kelibsiz. Festival qanday davom etmoqda? Festivalga bir yangi yo'nalishda, bir yangi badiiy asarlarni taqdim etayotganingizni ko'rib, biz ham qiziqdik. Bu yo'nalishda bilan qachondan buyon shug'ullanasiz? Haykaltaroshlikni boshlaganimga 15 yilda oshdi. O'sha tasvir san'at sohasida ham shug'ullanaman. Faqat metal konstruksiyasi bo'yicha mana 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri yangiliklar ixtiro qildik. Mana qo'ldan kelgancha asosan bu yo'nalishda mayda simlar bilan bu yangi yo'nalish yaratdim. Mana shu o'tayotgan simpoziumda, festivalimizda hamma rassomlar ijod zavqi bilan, mana xursandchilik bilan bayramona shukuhda ijod qilishyapti. Endi bu asarimni aytib beradigan bo'lsam, biz mana ekologiyamiz, mana hozir mana shu ekologiya qanday go'zaladi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan xuddi shu ekologiyani shunday saqlaylik degan maqsadda bunga agarlar. Bunda shu insonni agar ekologiyani saqlamasa, qanday asar ustida ishlayapsiz? Shu joyda jonli tarzda Andijonda festival uchun qanday asar ustida ishlayapsiz? Hozir bitta festivalda mana koinot kengayib boryapti borgansa. Buni sir sanoatini hech kim bilmaydi. Andijondan mana borgansa, mana kengayib, yangi shaharlar qurilib, shu maqsadda insonni o'sha koinotga bag'ishlangan ish tayyorlayapman. Charchamang, albatta sizlarga omad tilab qolamiz. Festival davom etmoqda. Biz esa ijodiy guruh bilan birgalikda mana shu festivaldagi har bir pavilyonga borgan holda jonli tarzda mana shu ijod jarayonlari bilan tanishamiz. Festival haqida sizlarga yangi ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Biz Bobur shahrida Farg'ona viloyati pavilyonidan sizlar uchun ajoyib bir reportajni taqdim etmoqchi bo'ldik. Agar buni uddalay olgan bo'lsak xursandmiz. Keyingi pavilyonlarda ham biz mana shunday bir ijodiy jarayonlarda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang, Andijon telekanalini kuzatishda davom eting deb qolamiz.